Muhiddin aka, bu qanaqa maket prezidentga taqdimot qilinadi? Bu shu bizani sun'iy yo'ldosh taqdimotimiz edi. Yerni masofadan zondash sun'iy yo'ldosh. Bu mana ikkita har xil model ko'rsatib berganmiz. Asosiy maqsadimiz bu sun'iy yo'ldoshni mana shu konstruksiyasi, ya'ni nimadan iboratligi, shu foydali yuklanma deymiz, asosiy qismi, quyosh panellari, qanaqa uchishi, orbitada qanaqa ko'rinishi bo'yicha ma'lumotlarni beramiz. Taqdimotda shu kosmonavt masalasida berilgan topshiriqlar doirasida qilingan ishlar, o'rganilgan takliflarimizni ko'rsatib beramiz. Undan tashqari Yaponiyada shu 7 ta talabamiz hozir Kyotego universitetida o'qib borishyapti. Ularni o'qish holati, chunki bu yigitlarimiz hozir birinchi ilmiy sun'iy yo'ldoshni shu o'zbek bolalari Yaponiyada yasashyapti. Shuni holati bo'yicha. Birinchi o'zbekistonlik fazogirni uchiramiz deyishganda, u kim bo'ladi, qanday tanlab olinadi degan savollar juda ham ko'pchilik tug'ilgan. Shu haqida ham tanlov bosqichlari haqida ham gapirib bering. Tanlab olindimi yoki hozir qaysi bosqichda ketyapti? Umuman aytganda, o'zi kosmonavtga bo'lgan talab albatta yuqori bo'ladi, chunki u yerda sog'liqqa bo'lgan talab, fiziologik holatiga, ilm nuqtai nazaridan, til bilish nuqtai nazaridan, chunki umumxalq bir dastur qilmoqchimiz tanlov marosimi. Bo'lajak kosmonavtimiz qayerda, o'zimizda o'qiyaptimi yoki xorijda o'qiyaptimi? Endi bo'lajak kosmonavtimiz o'qiyotgan ham bo'lishi mumkin, ishlayotgan ham bo'lishi mumkin. Mana misol uchun Vengriyaning kosmonavti doktor bo'lgan.